yana bir Ravshanbekning bir kichkina qilig'ini aytib o'taman mi? Azmana. Şu to'ylarda, konsertlarda bir yig'ilgan vaqtida, san'atkorlar yig'ilgan vaqtida shu qo'lini shunday tushiraveradi, mayli dirijorchilikda o'qiganligida hayron bo'lar edimda. Yo'q. Azmana kulishimiz kerak var. Keyin bu nashu Ravshanbek dirijorchilikda o'qiganmi yo bunday? Bu qilsa aytdi keyin, siz Sharifboyga bilmaysiz. Bunun qo'lida $40,000 shvetsarskiy soat bor. Bu şu saat